Yagona interaktiv davlat xizmatlari may.gov.uz portalida qurilish montaj ishlari yakunlangan obyektlardan foydalanish uchun ruxsatnoma berish va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun so'rov yuboriladi. Bunda obyektning loyiha smeta hujjatlariga olingan ijobiy xulosasi hamda obyektning kadastr raqamlari biriktiriladi. Qurilish montaj ishlari tugallangan obyektdan foydalanish uchun bino balandligi 12 metrdan baland, umumiy maydoni 500 kvadratdan yuqori bo'lgan yoki 300 metr kubdan yuqori bo'lgan obyektlarni qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat inspeksiyasi tomonidan arizalar ko'rib chiqilinadi. Qurilish montaj ishlari tugallangan, 2 qavatdan yuqori bo'lmagan, umumiy maydoni 500 kvadrat metrdan ortiq bo'lmagan hamda 300 metr kubdan ortiq bo'lmagan noturar bino va inshootlardan foydalanish uchun tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Agar so'rov rad etilgan taqdirda, asosiy sabab ko'rsatilgan holda normativ huquqiy hujjatni bandlari belgilangan tarzda rad etiladi. Mabodo so'rov rad etilgan taqdirda arizachi 10 ish kuni ichida murojaatini qayta yuborish huquqiga ega.